obunachilar. Bugun mana 20-iyul 2026-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani mashhur o'sha Chimyon desa hamma taniydigan qishloq, Chimyon qishlog'idamiz. Mana shu Chimyon qishlog'idan hozir ko'rsatuvlarimizni davom ettiryapmiz. Mana bu joy o'sha oldin paxta punkti bo'lgan joy. Buni hamma biladi, yoshi katta biladi. Oldin paxta punkti bo'lgan. Bu tomon Xonchilar shaharchasidan keladigan tomon, bu tomon Mindon qishlog'iga chiqib ketadi. Endi mana bu tomon Farg'onaga ketadi. Farg'ona shahriga ketadigan yo'l. Biz rosa Chimyon markazida turibmiz. Hozir bu yerda bir ajoyib bir chinor bor. Juda tarixi uzun. Vodildagi chinordan keyin ikkinchi o'rinda turadigan chinor bor. Shu joyda choyxona, dam olish maskani bor. Shu joylarni sizlarga tanishtiramiz. Marhamat, ketdik. Mana Chimyonning markazi rosa Choraxat. Bu tomonda bozor, dehqon bozori, hamma bozorlar shu tomonda. Mana bu tomonda do'konlar qatorasiga do'kon. Hasan Husan klinikasi hamda barcha do'konlar mana bu joydan kanal o'tgan. Kanalning ustida ham o'qallarni shoxobchalari, do'konlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari bor. Hozir mana bu yerda O'ram magazini bor. Mana do'koni, buni ham biz ko'rsatamiz. Mana bu yerda do'konni kiraverishi, O'ram do'konining kiraverishi, mana bu yerda Chimyon nonlarini, Chimyon patillarini sotishadi. Mana assalomu alaykum, hormaylar. Mana Chimyonning patillari, Chimyonning mana 3 milliga bor. Kulcha nonlari. Xudo xolasa mana bir narxlarni ham bir aytib qo'ying, qanchadan ekan? 8 milligi, 10 milligi bor. 8 milligi, 10 milligi bor ekan Chimyon patillari. Mana qarang, nonni qarang. Chimyonning patillari, nonlari ajoyib. Kelgan mehmonlar olishadi, dam oluvchilar keladi bu yerga. Mana bu yerda mana meva, cheva, tarvuz, qovun degandek. Assalomu alaykum. Savdoga baraka. Mana xarajat qilib sho'rva, osh qilaman deganlarga mana bu yerda xarajatlar ham bor ekan. Mana Chimyonning bozori bu tomonida bo'ladi. Har yakshanba hamda payshanba kunlari bo'ladi. Mana biz hozir o'sha choyxonaga ketyapmiz, dam olish maskaniga. Mana kiyim-kechak do'konlari ham bor ekan. Mana Navoiy akamiz non yozyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu nonlarni qarang, nonlarni. Bu yerda oldin shirmon yopilar edi bir paytlar. Endi mana uni shirmondek nonlarni qarang. Qancha ekan bu non? 4000 so'm. 4000 so'mga mana qarang. Shakkani ham mana patillar ham bor ekan. Patillar qanchadan? Patidan 10 ming so'm. 10 ming so'mdan patillar. Ishlaringga rivoj. Mana choyxonani ko'rsatamiz, dam olish maskanini. Chimyonning tarixi uzoq-uzoqlarga borib taqaladi. Shulardan mana bu yerda mana katta chinor ko'rsatib qo'ying. Qo'sh chinor deb ataladi, qo'sh chinor. Mana ko'ryapsizlar, bizga o'sha Shahmardondan suvlar keladi. Vodil orqali, tumanimiz markazi Vodil orqali kelib Chimyondan kelib, mana shu yerda kanal bor. Bu yoqqa Qo'rg'ontepa suv omboriga ketadi u kanal. Mana bu yerdan bitta so'y bor. Langar qishlog'i orqali bizni Xongiz qishlog'iga boradi, keyin Oltiariqqa borib, Oltiariqqa tarqab ketadi o'sha so'y. Mana bu yerda. Mana qarang, zilol bo'lib oqyapti. Manzarani qarang, manzarani. Qo'shchinor, mana qo'shchinorni ko'rsatamiz oldindan. Mana nomi ham qo'shchinor, chinor ham qo'sh. Mana yuring bu yoqqa. Mana dam oladigan so'rilar, chiroyli so'rilar. Mana chinorni bir aylantirib ko'rsataylik. Hozir mana bu yerda bir otaxon bor, otaxon bir erishga oz gapirib beradi. Necha yilga boradi bu chinor. Bu to'g'rida qarang, mana qo'sh chinor ekilganiga. Assalomu alaykum, otaxon. 200 yildan qaralganda. Mana 200 yil nari berisida deyapti. Otaxon, assalomu alaykum otaxon. Mana shu qishloqda biz yoshi katta otaxon ekansiz. Qolaversa, masjidda muazzin bo'lib ishlar ekansiz. Tarixni ancha-muncha bilasiz. Mana shu yerlar oldin kasalxona bo'lgan deyapsiz.
Shularni bir ikki og'iz gapirib bersangiz. Biz mana bir 70 yildan beri bozorda bilamiz. Ilgari bitta katta choyxona bo'lib, doktorxona bo'lgan. Doktorxonada o'sha ilgari Namangandan kelgan Usmonov degan odam doktorlik qilgan bitta doktorda. Boringki 59-60-yillargacha doktorxona bo'lib, keyin keyin buni kolxozda tasarrufida bu choyxona bo'lib, uni punktga joy katta xizmat qilib, punktga polvonlar unda paxta ko'taradigan polvonlar 2 smen shu bitta osh yeb, boshqa bir katta choyxona bo'lib, dam oladigan joy bo'lib, har bitta viloyatda buni Qo'ng'iz, Mindon, Oqbuloq bu tepalarda bozor shatta bo'lardi. Bitta katta saylga o'xshagan ayiqlar kelib o'ynatib har bozor ballarda. Odamlar katta nima keyin mana buni mustaqillik bo'lgandan keyin prezidentimiz vaqtida ancha o'zgarishlar bo'lib, bunaqa dam oladigan joylar bo'lib, buni kanallarning yonidan hozir mana 7-8 ta sanatoriyaga yo'llar tushadigan bo'lib, buni hozir har shuni tarazida bo'lyapti hozir. Yangi yo'l ketyapti. Yangi yo'l ketyapti. Katta Chimyon sanatoriyasigacha boradi. Boradigan bo'lib, yana ham obodonlashtirishga harakat bo'lib, mana shu prezidentimizga rahmat, ancha nimaga tasarrufga hozir ballarni hisobga olib, shuni mana nechta odam kelib ko'rib ketyapti. Dam oladigan joylar hisob. Endi mana shu chinorda o'lchab ko'rdik. Mana shu metr, chevar metrida mana 6 metrga bordi. Chinor 6. 200 yil tarixga ega taxminan, balki ko'pdir. Ko'pdir. Rayonimizning markazidagi o'sha katta chinordan o'sha ehtimol shularning o'sha ülkelaridan endi eng katta esilar o'sha rayon. Undan keyin mana eng katta chinorda mana shunda mana bu. Vadildagi katta chinor bor. O'shandan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bizning tumanda ikkinchi o'rinda turadigan chinor. O'sha Vadildagi eng katta chinor bo'ladigan bo'lsa, tuman markazidagi. Endi bir atroflarni ham bir ko'rsatib kelamiz. Ana yuring. Turasizlarmi dam olishga? Endi pensiyada bo'lsalaringiz pensiyaga chiqib, mana ilohim amin, mana shu yerlarga fayz barakot bersin. Prezidentimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Buni yo'llarimiz obod bo'lyapti. Buni kanallarda bo'lgan yo'llar tushib, sanatoriya dam olish maskaniga yo'llar mana ko'p yerdan mana mehmonlar kelib, bitta xursand bo'lib ketyapti. Mana pensiyaga chiqqanimizga 7-8 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu yerda har kuni mana shu yerda chollar bilan o'tirib duodamiz. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, yurtimizga barakot bersin. rahmat. Mahalla kuy hamma sog' salomat bo'lsin. Prezidentimiz ham umrzoq bo'lib yaxshi ishlarni olib boryapti. Ommaviy prezidentimizdan xursandmiz, juda minnatdormiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Allohu akbar. Xalqiniga gap yo'q ekan, omas xalqiniga. Bu yoqqa yuramiz. Assalomu alaykum. Mana Nuroniy otaxonlar o'tirishdi. Qani bu joyga tez-tez chiqasizlarmi? O'zimiz ham kelib turamiz, lekin anchadan beri kelganim yo'q ekan. Kelganingizga rahmat. Kelganingizga rahmat. Bizni ko'rsatganingizga rahmat. Buni domlamiz bor. Masjidda zam imom. Shu odam gapirsa yarashadi. Biz endi Mayli. Mana bu yerda masjidning nomini ham aytib o'tib keting. Ben Huvaydon. O'zi tushuntiradi. Gapiravering otaxon, Huvaydon masjidi Huvaydon bilamiz, juda ham manzarali joyda. Bizda u yerda oqsoqollar ko'proq cheka kelamiz. Nimaga deganda baland o'rchinortiga mashhad barhochi ko'proq otalar samovarishlar. Yaxshi. Ko'p odamlar o'rtilib bir-birini tanishib bilishib, mashhadda o'tirishib, samovarchilarda qilgan xizmatlariga rahmatlar aytishib, Mehmonlar ham kelib turadi. mehmonlar ham kelib turadi. kun isib ketib, sal mehmon oz. Buni domlamini iloji yo'q o'tiribmiz. Endi kelishadi. Respublikamizni, hattoki qo'shni respublikalardan ham dam olgani kelgan mana 10 ta sanatoriya bor atrofimizda. Shulardan eng kattasi Chimyon sanatoriyasi bo'ladigan bo'lsa, shu dam oluvchilar aylanib kelib va gavjum bo'lib ketadi, to'g'rimi? Hozir endi Anamali issiqda chetga chiqsa nima bo'lib turibdi, hamma o'sha joyida dam olyapti. Boshqa paytlar gavjum bo'lsa kerak. Shabada o'tdi. Juda ham zo'r joy ekan. Qarlarni sumaylar deyapti ko'pam.
Qashqariga deyapti. Endi biz kedim ham Sarsanbekda kirdim. Endi shu yerda-da uylaring. Yo, bizniki o narada. Dedi bu diye. Hatta Shimyonda ho'yda bana atrofda-da. Lekin shabada esiyapti mana. Yoqimli shabada esiyapti. Yaxshi dam olinglar. Hong'izlilar ham yaxshi. Hong'izlilar ham yaxshi. Hong'izda ham dam olish joylari ko'payib qoldi. Hammasiga salom bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yaxshi kun. Ha, duo yaxshi qo'ying otaxon, duo. Ko'p pulli bitta osh. Parvardigor olam musaffar samolarga hammasi xayr bergin. Otaxon, musofirchilikda yurib, ishlab yuribdi, ko'p hamyurtlarimiz. Shularni ham duo qiling, yangi ketayotganlarni ham duo qiling. Atrofda millatda bolalar yuribdi, o'ynashib bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, nafsini saqlasin. Salomat xonadoniga yaxshi Amin. salomat oilalariga yaxshi xo'rlar topshirishni Amin. bola chaqalarni umriga usta baraka bersin. Mashaqqat xizmatkorlarga hammasining umriga usta baraka bersin. Oxiratini obod Yurisham to'xtasin, ha. Ishlar ham to'xtasin. Yaxshi bo'lib, yaxshi ishlarni hamma odamga gapiradi, bizdan mahkam urlarni olsin. Xonalarni ham bir ko'rsataylik, mana bu yerda mana ovqat qiladigan joylari. Mana xonalar chiroyli qilib xonalarni qilib qo'yishgan, ovqat qiladigan, osh qiladigan, sho'rva qiladigan joylar. Bu xonalar mana chiroyli bezatilgan, hamma sharoiti bor, xonalar yetarli. Yozda avji issiq pallasida kelib dam oladigan joyi juda ham bir ko'rkam, shinam joy ekan. Hozir mana bunaqa salqinda dam olish turishibdi. Hozirgi ana issiqda sal odam asha o'rtada shu joyda yashayotganlar chiqib dam olishyapti. Lekin aslida juda ham gavjum bo'ladi mana. Tutni ham ekishib qo'yibdi mana tut. Meva qilib turibdi tut. Keling mana. Mana hozirga yapti mana shu yerga oling mana. Sho'xona bo'lgandan beri mana shu odamlar mana ikki orasidagilar ham ancha mana shu ko'p o'tib ketdi. Umrlarini oxirigacha har hafta mana shu yerda o'tirishlarini qilib, mana shu yerlarda ovqatlarni yeb o'tib ketishardi. Xudo rahmat qilsin, ko'pchilik o'tib ketdi bular. Ham qo'shnilar, ham shu otalar cho'yxonasiga shular boshlanishidan boshda umrlarini oxirigacha shatda ancha o'tirib dam olib o'tib ketishdi. Yaxshi, telefon nomerlarini ham olib qo'ying yaxshilab. Oldindan telefon qiluvchilar bordir. Albatta, kolxozda sarafida bo'lganda mana kolxozimizning raisi bo'lgan Yahonaba Ahmad Aliyev 30 yillardan ortiq kolxozga rais bo'lgan. Bu odamning nimasi bilan mashada juda obod bo'lib, mana shunchalik bo'lib qolib, mana kelib prezident va'daga mustaqillik bo'lgandan keyin mana bunaqa bir o'tirishlarga qancha xonalar yaratilib, mo'ndaqa sharoitlar yaratib berib, mana shunday bo'lib turibdi. Mana hozir yana prezidentning shartnomasi bilan yana qaytadan obodonlashtirish bo'lib, mana hozir o'zdan yangitdan yo'llash shu sanatoriygacha. Mana o'shani evazida bundan ham yana yashlab gullab yashaydigan. Hozir o'sha yo'lni ham bir ko'rsatamiz. Bu tomonga yuramizmi, bu tomongami? Bu tomonga yuramizmi? Nomerni oldingizmi, nomer? Ha, xonalarni ham ko'rsataylik, xonalar. Oshxonani ham ko'rib, o'shanga o'tib ko'rasiz. Ha, xonalar shinam, mana. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin telefon orqali. Amajon. Mana osh qilayotgan joyda ham mana bu joyda oshlarni tayyorlashadi. Bir ko'rsatib ham qo'yavering. Mana bemalol mashatga kelib o'zlaring qilasizlarmi, zakaz berasizlarmi? Mana shu joyda osh qilishadi, unda sho'rva ham o'zlaring xohlagan ovqatni zakaz beraverasizlar. Mana endi biz o'sha dam olish maskani, o'sha to'yxonani hovli tomoniga o'tdik. Endi mana bu kanal haqida bir ikki oz gapiramiz. Bu kanal bizga Shohmardondan suv keladigan bo'lsa, Vodil orqali o'tib, Xalmiyon, qo'shni Qirg'iziston Respublikasi orqali o'tib kelib
buloq suvlari chiqib, bu yerda bitta katta soy tashkil bo'lgan. O'sha soy orqali bu kanal o'sha soydan bo'g'ilib bu yoqqa qarab ketadi. Chimyon qishlog'idan o'tgandan keyin Langar qishlog'iga boradi. Langar qishlog'idan bu kanal to'g'ri Konchilar shaharchasi orqali Qo'rg'ontepa qishlog'iga boradi. Hamda Qo'rg'ontepa Xonqizlarga bu suv tarqaydi ham, hamda bu ortiqcha suv Qo'rg'ontepa suv omboriga borib yig'iladi. Mana bu tomonda bir gapirib o'tamiz. Endi uni alohida bir ko'rsatuv ham qilarmiz. Mana shu joydan katta yo'l ketyapti. Katta yo'l prezidentimizni tashabbusi bilan mana shu joylarni obod qilish bo'yicha mana shu joydan yo'l boradi. O'sha Chimyon eng katta sanatoriya Всесоюзный sanatoriyasigacha borar ekan. Mana shu yo'l katta keng bo'lib, bu joydan juda katta yo'l bo'lib, turistik dam olish joylari bo'ladi. Bu yerda hali juda ham bir obodonchilik ishlari davom etadi. Hurmatli o'rtoqlar, bu yo'l davom etyapti. Alohida bir ko'rsatuv qilamiz yo'l haqida ham. Mana kanal haqida bir nima oldik, bir tushuncha berdik. Juda ham chekkalarida yashil makon, juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Qarang bu daraxtlarni salqinini qarang. Shabadasi esib turib. Kanal zo'r. Assalomu alaykum. Ana Sardor aka otani ham olaylik. Yuring. Kim bor bu yerda? Sardor aka. Sardor ota, ha? Sardor aka azlardan. Sardor aka bo'lgan. Ha, ko'kka borib gapiramiz. Maqbarasi bormi? Bu yerda bog'cha bormi deyman, ha? Bolalar bog'chasi ham joylashgan ekan. So'lim joyda. Hattoki pioner lageri ham bo'lardi-da oldin. Hozir ham bormi? Hozir ham bor. Yo'q, xususiy bo'lib ketganmi? Boshqa joyga aylanib ketganmi? Mana bu yerda qabristoni. ana shu tog'ni tegdi. Qayerda? Nimalarni? Ha, bu yoqda, maqbaralar bu yoqda. Ha. Bu yer Sardor ota qabristoni. Nomi Sardor ota qabristoni. Ya. Bu yo'lda hali boshlanibdimi? Endi boshlanyapti. Bu yo'l u asliga ketadi nimaga? Yo'q, bu yana kengayadimi yo ochiq holatda ketadi, lekin asfaltni chiroyli qilib qo'yadi. Keyinchalik batlarda qandaydir bir turistlarga, sayohatchilarga qandaydir joylarni qilib qo'ysa kerak. Hali ham Ajratgan hali boshlangan yo'q. endi hech asta-sekinda. Mana bu tomonda qo'yga tavsiyan, ha? Sizga bilan tushyapsizmi? Ha, tushirib qo'ying. Mana bularni ham so'zi bo'ylandi akalar qilingan, endi odamlar uchun saroylar qilingan. Ashadda akalar bor, u naryoqgacha. Endi ana tomondan o'tsa endi saroylarni nimasini olasiz. Xususiy dachalar bu yoqqa qarab ketgan, ha? O'sha qarab ketgan. Mana kelyapmiz Sardor ota nimasiga. Maqbarasiga. Hozir ko'prik yo'qmi, yo'q o'tgan? Bu yarim. Ana shu maqbarani olasiz. Ha. Chiroyli qilma. Ana maqbaralar. Mana shu joyda mana maqbara, qani gapiring shu maqbara haqida. Sardor ota kim bo'lgan? Sardor ota endi hali nima dedi? Urush qo'mondoniga o'xshagan odam bo'lganda, endi aziz bo'lgan. O'sha paytda qachon kelgan biz ham bilmaymiz buni endi. Tarixi yozilganmi? Nechinchi yillarga? Yo'q, uni Tarixi yozilmagan manbalarda. Sardor ota maqbarasi shu yerga qo'yilgan. Qayerga qo'yilgan? Qo'qonli, men qayerligini ham bilmayman. Qandaydir bir kitob yoki manbalarda yozilganmi? Yo'q, yozilgan bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, ha. Alohida u tarix.
Ha, yaxshi. Mana shu kanal to nimagacha ketadi. Ha, buni gapirib o'tdik. Qo'rg'ontepadan o'tib suv omborgacha boradi dedik. Mana yo'llar xudo xolasa bitsa, bu yerlar juda chiroyli bo'lib ketadi. Dam olish maskanlari bo'lsa kerak. Hali bu butun olamga bir ko'rsatadigan joy bo'ladi banda. Albatta. Bu hali boshlanishi. Yana 1-2 yildan keyin batni tanimasangiz kerak. Mana onalarda mana dachalar bor. Ha, o so'ydi ichiga ana sarqilatadigan setkalar tochib qo'yibdi, o'shalar dacha. Ha? Odamlar Ha. Shohmordan borishib, bizda ham yaxshi yo'llar, serob. Ikkinchi Shohmordan bo'lib qoldi deng. Ha, yaxshi. O'zi O'zbekistonda mana shunaqa bizni tumanni aytishadiki, Shveysariya, ikkinchi Shveysariya deyishadi. Ali siz aytgandek men bolalarni olib kelib futbol o'ynayman-da hozir ham 70 yoshlarda. O'shalarni olib keluvdik yo'lu Chimyonsoyga. Это Shveysariya deyapti. Haqiqatan ham borganmiz yerga. Ha? Turistlar kelganmi? Yo'q. Futbolchilar. Futbolchilar kelgan. Ha, boshqa viloyatlardan. Ha, ha. Shveysariya, haqiqatan O'zbekistonning Shveysariyasi deyishadi. Qani, ketaverdik bo'lmasa. Alloh taolo bizni nimani boshlam degan ekanlar-da. Ha, ha. Mana daraxtlar borishi bizni xalqimda o'xshaydi, buni yuramiz. Atroflarni ko'rsating, mana bu yerda bog'cha bor ekan, nari tomonda. O terakni qarang, terakni. Teraklar ham bitta toza bo'ladi. Nimagaki, birga joylarda terak ham yaxshi bo'lmaydi. Havosi toza-da. Siz tayyormi? Xonqizdan. Nima? Ana terakni ishida bo'lsa men ustaga qilganman-da. Ha. Bu tamasa terak zo'r bo'ladi. Ha, ha. Butadingiz tamom. Va qarang, o terakni ko'rsatib qo'ying. Mana bu tomondan tomondan ko'rsatsa, o qarang, balandligini. Tekis ketgan. Keng. o'sha butalmagan, butalsa qurtib ketaveradi. Va butalmasa, ana shuni singari bo'lar ekan. Mana chinor ekilibdi mana bu yerga. Chinorni necha yil berdingiz? 200 yil nari berisida dedi. Men 300 yil beraman. 300 yilga boradi deyaptilar barabar. Nimagaki, ana pastaga choyxona bor-ku. Ha, ha. Chinorlar ekilgan, nariga. To'ydi bu deydi. Ha, ha. Asha 70 7-yili ekilganda. Ha. O'sha 50 yil bo'lyapti o'sha. Bu 300 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Ha, endi Mana nimada 300 yil bor. taxminan, ha? Yo'q, o'sha narigilar 50 yil bo'ldi. Ha, ha. Demak, bu 250 dan oshgan demoqchiman-da. To'g'ri, to'g'ri. Buni o'sha paytda yozib qo'yish birovni xayoliga kelmagan. Endi o'sha Vodilda chinorni ham 1000 yillik chinor deb ta'riflayveramiz-ku, lekin aslida balki 1000 yildan ortiqdir. Mana bu kanalda baliq ham bormi? Bor. Marinka baliq bo'ladi. Qanaqa? Marinka. Almaq tashlashadimi? Albatta tashmaydi. Suv ketganda o'sha suv tozalayotganda oladi. Ha, ha. Marinka. Biz so'y baliqdir dedik. Mana esa mana boqsa ham yaxshi boqsa. To'ldirib tozalatib tashladi. Bo'lmasa matlarni Ha, kanal tozalanganda lo'qa o'rnab ketdi. yo'q, musor tashlaydi. Ha, ha, ha. Ha, hali endi bu boshlanishi mana prezidentimiz tashabbusi bilan mana shu joyda katta yo'l bo'lib, taxminan bir kurortni zona bo'ladi, xudo xolasa. Borsa kerak bir 10 kilometr. Ha, o'sha nima bor-ku? Katta Hali sanatoriy. podiyomdan tushganingiz bor-ku? Ha, ha, ha. Ashatgacha shu suv qilib qayiq qiladi degan. Katta yo'lni bag'iga. Ha. Ha. Demak, bo'g'adi, so'ydi boqqandan keyin Lekin trassa qilar ekan, u hali mashinada yurib dam olishlar kelib ketadi. mana shu so'ydi bo'qsa damba bo'ladi, hamda dam oluvchilar uchun turli tuman nimalar bo'ladi. Dam olish maskanlari, qayiqda suzadi, trosda o'tadigan joylar qilishi mumkin. Mana choyxonaga yana keldik, dam olish maskaniga. Endi mana tez-tez kelib turaman, menga juda yoqib qoldi. Salqinligiga gap yo'q ekan.
shu dam olish maskani, cho'xonani, pastki taraflarini ham olamiz. Mana bu dunyoda bozor tomoni bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomonda bog'cha bor. Bog'chani kiraverishim mumkin. Mana bu tomonda ham dam oladigan joy juda ko'p. Mana chinorlarni qarang. Tashqari, nay tomonlardan ko'rsating. O'sha 2018-yili hattoki ariqlarimizda suv bo'lmay qoldi o'sha Xongiz qishlog'ida. Ana shunda biz o'sha Mali Hoji degan tog'amiz bo'lar edi, yoshi ulug' Mali Hoji boshchiligida Xongiz xalqi kelib, mana shu yerda qo'y so'yib, xatmi o'qitib, suv qurib qolganda ariqlarimizda. Shunda nima hid chiqarish deydimi, qon chiqarish deydimi, qo'y so'yib mana shu yerda xatmi qilganmiz. O'shandan keyin suv taqchilligi bo'lmayapti. Ariqlarimizda to'la suv oqyapti. Shularning ham foydasi bo'lar ekanda. 2018-yil bilsalaring kerak, suv tanqisligi bo'lgan. Mana hozir suvlarni qarang, zilo bo'lib oqyapti. Mana boshqa tomonlar bor. Ana Pavloni ham Pavloni ekkan. Rusumga kirib Pavloni ham zo'r sarfdan beradi. Chinor, mana bu chinorlar juda ham katta chinor ekan. Mana shu bo'lsa kerak 50 yillik ishlayotgan chinor. Mana bog'chaga mana meva-cheva olib ketdi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bolalarga meva-cheva olib ketsin. Ha, shu. Mana qarang, yana. Chiqishida meva-chevalarni olib qo'ying, mana qarang. Bolalar mazza qilishar ekanda bog'cha. Bu bog'cha nechinchi nomeri bor? Yoki mana 4-sonli davlat maktabgacha bog'chasi ekan. Bolalarga bitta mazza ekanda salqin joylarda. Bemalol ana suvni ham sezishmasa kerak. Mana meva-chevalar bilan ta'minlab o'zimizni bog'lardandir, ha? Rahmat aka. Mana bog'chani bezatishgan, buni kiraverishlarini, xurmolar ekib qo'yilgan. Hurmatli o'rtoqlar, hozir mana borib o'sha yakunlovchi so'zni beramiz. O'sha cho'xonani egasini ham bir ikki oz suhbatga tortamiz. Bosh haqida yana bir ma'lumotlar bor ekan, gapiring. Chimyonimizda eng ko'hna chimyonligi uchun ko'p aziz avliyo, pir ustozlar o'tib ketgan. Nimalar? Ulardan mana Huvaydo buva 1704-yil tug'ilib, 1780-yil o'tganlar mana. Huvaydo buvani eng katta mozoratlaridan. Hop, Huvaydo buva, Xo'ja Qosim ota, Sardor buva, Toshmozor buva, Qilchirni ota, Qovunchi buva, Oqtiyo buva, Ko'kmozor buva, Go'malla buva, Hasanko'chi buva, Buxoroz ota, Qilichxon to'ra, Akbari Shondada hamda Maqsum opalar. Ular mana hamma mozoratda Chimyondagi o'tganlar hammasini o'zini xislati bor. Mana Huvaydo buvani buloqlarida ko'p odamlar kelib, umid bilan kelib, buloqlarida quloqlarini yutsa, quloqlar yaxshi qurilgan. Mana Ko'kmozor buvada ko'p ko'tar bo'lganlar bor. O'sha yerga borib iflos bilan front bo'lsa, yo'tallari qoladi. Bular hammasini o'ziga yarasha mana Sardor va yurtimizni bu nimalarni Sardori bo'ldi. O'sha tollarda hammasini qilganlar. O'sha bu o'shalarda sharofati bilan bu yurtimiz obod bo'lib, o'shalarga nimasi bilan shunchalik iloji yetib qolganda endi. Endi hamyurtlarimiz ham bilishadi, ko'pgina qo'shiqlarni avtori, she'riy muallifi Huvaydo buvamiz bo'ladi. Klassik qo'shiqlar hamda ko'p mana mashhur hofizimiz Sherali Jo'rayev ham ko'p qo'shiqlarni aytgan. Buni ko'pchilik taniydi. Huvaydo buva nimasi bor, ziyoratgohi bor hamda jome masjid ham o'sha yerda joylashgan. Eng katta jome masjid Chimyondagi masjid. Huvaydo buvaga ozgina ma'lumot berib keting. O'sha kishini o'sha tug'ilganlari shu 1700-1800-yillar orasida o'tgan kishi, 1704-yil tug'ilib, 1780-yil o'tgan Huvaydo buva. U kishi ko'p Xudoni nimaligiga oshiqligidan ko'p ularga g'azallari bor. Shu g'azallarida juda katta bu butun dunyoda bor, hatto Angliyada ham bor bularni yozgan she'rlaridan, O'zbekistondan tashqari joylarda ko'p O'zbekistonda shoirlari, nimalari bularni g'azallaridan o'qib, ashulalarni aytib yurishadi endi. To'ppa to'g'ri. Endi mana ismlarini aytib o'tib keting. haqiqiy ismlarni ham ayting deyapti. O'rganmasa Huvaydo. Ha.
Huvaydo, Huvaydo taxallusida edi. Taxallusi. Ha. Xo'jam Nazar. Xo'jam Nazar, G'oyib ha, Nazar. G'oyib Nazar. Ha, ya. Endi mana shu Chimyonda shu Huvaydoni dan ilhomlanishadimi? Yana bir ikki og'iz o'zim qo'shimcha qilib qo'yaman. Nomonjon aka Xoliqov degan odam she'r yozyapti. Sheral Jo'rayevga atab Marsiya yozgan, men o'zim kanalda chiqarganman. Yana hali kitoblari chiqdi. Xudo xolasa u odam bilan ham Nomonjonga Xoliqov eskidan mana rayonimizda juda yillar Hasan Istasan boshqargan bizni qudamiz bo'ladi. Bu nimalarni rayonimizda juda katta xizmatlari singan odam, u o'sha Sheral Jo'rayev bo'lganda ham ancha masalalarni yozib bergan. Mana o'zi chiqargansini ko'rganmiz, nima deydi, hozir yana yozyapti, hozir yana nimalari bor. kitoblari chiqdi. Xudo xolasa alohida bir ko'rsatuv ham qilamiz u haqda. U to'g'rida juda ko'p narsalar endi bor. Talantli shoir bo'lib qoldi, yaxshi. Mana Huvaydoda bu yonida shu masjidning marsida mana Hoji ota borlar, hozir mana 100 yoshga kirganlar. Abdurahim Hoji ota o'sha kishining nimasi bilan Huvaydoni masjidi binoga keldi, maqbaralari ko'tarildi. Mana tomonimizda Maxsim aka borlar, deymiz. Katta ko'chada boring, bu Maxsim akani sharofati bilan ancha odamlar elli bo'lib, ancha shu mahalla kuylarda Huvaydo deyapmiz. Huvaydo masjid, jome masjidi bor deyapmiz. Dam olish maskani ham da yura. Nimalari bor? O'zlarini Huvaydoni Ya, endi o'sha ziyoratga kelgan odamlar uchun sharoit qo'yilgan. Ha, dam olib, osh qiladimi, sho'rva qiladimi, bemalol. Pastda atroflarida nechta choyxonalar bor, buning evaziga keladigan hollar. Juda ham xushmanzara joyda joylashgan. Mana hurmatlarda nimasidan hurmatli o'rtoqlar, mana bugun Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon markazidagi Qo'shchinor choyxonasi hamda dam olish maskanidan ko'rsatuv qildik. Ko'rsatuvimiz sizga yoqqan bo'lsa, bir dona laykni ayamaysizlar, hamda yaqinlaringga ulashib qo'yasizlar. Nomerni yana bir hozir olib qo'ying. Nomer olingan deyapti. Ana shu nomerlar orqali telefon qilib, oldindan telefon qilib ham kelishlaring mumkin. Dam olish teg yozib qo'yamiz. Ha, yozib qo'yamiz nomerni o'sha ekranga. Bemalol dam olgani kelinglar, bu yer juda